Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu tomorqamizga 2 yil oldin davlatimiz tomonidan berilayotgan fuqarolarga berilayotgan imtiyozli kreditlardan foydalanib kredit olgan edim. Mana shu kreditni natijasi mana o'tgan yili ko'rdim. Issiqxona qurdim. Shu issiqxonadan shu badring, pomidor, limon ko'chatlarini ekib, shu issiqxonadan daromad qilib kelmoqdaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu yil bodring ekdim. O'tgan yil ham bodring ekkanman. Shu bodringni hosilidan yaqin 15-20 million daromad qilib, shu o'zimizni turmush ehtiyojlarimizga ishlatib kelmoqdamiz. O'g'illarim ham mana shu davlatimiz tomonidan berilgan kreditlardan foydalanib, ular ham olib, ular ham o'z tomorqalariga shunaqa issiqxonalar qurishgan. Ularda limon ko'chatlari, pomidor, bodring hamda kartoshka sabzavot ekinlarini ekkanmiz. Ular ham yaxshi daromad qilib kelishmoqda. Davlatimiz tomonidan imtiyozli 33 million kredit olib ishda boshlagan edim. Mana 3 yil imtiyozli qilib bergan, 3 yilga qolganiga tan narxi qo'shilib borilyapti. Mana shu issiqxonalar o'zini o'zi bemalol qoplar ekan. Undan tashqari ortiqcha mablag' ham yig'ilib o'zimiz foydalanib kelmoqdamiz shulardan. Qolgan teplitsalarimda limon ko'chatlari ekilgan, ular ham 4-5 yillik ko'chat bo'lib qolgan, hosillari yaxshi daromad ko'rsatyapti. Mana bu yil o'tgan yili 3 tonna 4 tonna atrofida limon hosilini yig'ib oldim. Hamda 30 million 40 million miqyosida daromad ko'rdik. Aytamanki, mana shu kim o'zi halol mehnat qilsa, e'tibor berib, issiqxonaga yaxshi qarasa, tomorqaga yaxshi qarasa, shu tomorqa har qanday nimasini, xarajatlarini ko'tarar ekan. Boshqalarga ham taklif qiz misol. Men o'zimdan kelib chiqqan holda boshqalarga ham shunaqa issiqxonalar hamda tomorqaga yaxshi qarab, tomorqadan hosil olishlarini maslahat berar edim. Albatta mana shu fursatdan foydalanib biz ham hozir yana bir suhbatga tortamiz. Oqtomir mahalla fuqarolarining raisi albatta jonkuyar, fidokor insonlarimizdan Atqamjon Oripov bu haqida nima deydi? Mana shu zarbdor bir oylik to'g'risida ham gapirib o'tsangiz. Endi bizni mahallamiz o'sha haqiqatan ham bog'dorchilik, dehqonchilik nimasiga ixtisoslashgan domla bizlar yaxshi bilamiz. Mahallamizda hozir haqiqatan ham o'sha dehqonchilik, bog'dorchilikni rivojlantirish bo'yicha ancha ishlar qilinyapti. Ko'rsangiz mana hozir 70-80% ga borib qoldi issiqxona qurishlar nimasi ham. Eng bir ishkor mana shu dehqonlarimizni, mana shu hozirgi o'xshagan dehqonlarimizni har bitta xonadonga hozir biriktirib qo'yganmiz. Tushunmagan tushuntirib, shu 10-15 xonadonga biriktirib qo'yganmiz. Agronom sifatida bularga misol kirib hamma holatlar o'rgatyapti. Aholi mahallamizda mana shu issiqxonaga, dehqonchilikka, bog'dorchilikka bo'lgan qiziqish ortib boryapti. Chunki bundan keladigan daromadni o'zi ko'rib turibsiz. Domla bitta teplisa 2 sotikdan 30 million 40 million olib turgandan keyin boshqa fuqarolarimizni shunga tortish harakatini qilyapmiz. Mahallamiz harakatlar bo'lyapti. Xudo xolasa yashash sharoitlarini yaxshilashga harakat qilyapmiz. Ishsizlarimizni ta'minlayapmiz ham. Obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon nimasi asosida ishlardan boryapmiz. Mana ko'rib yurib keldingiz, ko'chalarimiz bilan tozalangan, obod bo'lyapti. Taklifim shuki, qolgan fuqarolarimiz ham shu imkon qadar tezroq harakat qilib, mana shu domlaga o'xshab harakatni qilsa